Endi kechqurun uxlamasdan xamirlarni tayyorlab chiqaversam bo'larkan. Shundoq ham kam uxlayapsiz, kelin. Tundagi uyquni hech narsa o'rnini bosolmaydi. Ro'zg'orimiz yaxshi, o'zingizni qiynamang. Endi kundalik xarajatlarni biz qilsak, o'g'lingizni topganlari uyga yig'larmidi deyman-da, oyijon. Shundoq ham yig'yapmiz, qizim. Siz o'zingizni ortiqcha urintirmang, xo'pmi? Xo'p, oyijon. Hozir kiyimlarni almashtirib chiqing. Xo'p. Xo'p. Hey, o'zi nima kelding? Ha? Har qalay meni ko'rgani kelmagandirsan? Uyning hujjatlarini nega ko'tarib olgansiz? Ha. Nimaga bo'lardi? Bu uy mendan keyin Dilaga qoladi. 7 yot begonaga ya? U begona emas. Biz oila quryapmiz. Bu uyda onamning ham haqqi bor, dada. Hey. Bu uydachi onangning bir tillik haqqi yo'q. Tushundingmi? Dada, insofingiz bormi? Esimni tanibmanki, onam farrosh bo'lib ishladilar. Bor. Yo'lingdan qolma. Siz bir ayolni deb bizdan voz kechyapsizmi? Hey, menga qara. O'zicha sen ham, akan ham meni tushunishni xohlamaysanlar. Ha, men seni yaxshi joyga uzatdim. Akani uylantirdim. Bo'ldi, otalik burchimni bajardim. Ha, endi bu yo'g'a o'zim xohlagancha yashashim mumkinmi? Hey, bor ko'zimga ko'rinmagin. Iloji bo'lsa kelmasan ham mayli. Afsus, dada. Afsus. Hali afsuslanasiz. Hech narsa qilmadimmi? Og'riyapti. Mayli, o'tib ketadi. Men hozir shuni yopib qo'y. Pul tejalsin deb dorilarimni ham ichmay qo'ydim. Ozroq dam olaychi, o'tib ketar. Uydagi ishlarga ham yaramay qolyapman.